Bu yangi oy Muharram oyidan boshlanadi. Muharram oyi o'zi eng buyuk oylardan. Rasulimiz alayhissalom afdolus siyam ba'da Ramazon shahrullohil muharram deganlar. Ramazondan keyingi eng yaxshi afzal ro'za tutadigan oylar bu Muharram oyi. Muharram oyini qarang, shahrulloh deb ataganlar payg'ambarimiz alayhissalom. Allohning oyi deganlar. Zeroki hamma oy ham Allohniki, lekin Muharramni xoslayaptilar Rasulimiz alayhissalom shahrulloh. Alloh oyi deb, mana Ka'batulloh desa qanchalik muqaddaslashadi, kalomulloh, Allohning kalomi desa qanchalik muqaddaslashadi. Oyni ham shahrulloh dedi, ya'ni Allohning oyi dedi mana shu Muharram oyini. Mana shu Muharram oyi demak hijriy sanani birinchi oyi hisoblanadi. Kecha bir odam savol beryapti. Hijriy sana bilan tabriklash islomda yo'q-ku. Sizlar tabriklayapsizlar, muborak bo'lsin deyapsizlar deb so'rab savol beryapti bo'timizga. Men nechinchi yil o'zi kirib kelibdi desam bilmayman deyapti. Tabriklab turganingizda siz ham bilgan bo'lardingiz. Qachon boshlanganini ham bilmay qolamiz. Hijriy hozir 1447-yil kirganini ham hamma bilmay qoladi. Muharram oyi qachon kirganini bilmay qoladi. Shuning uchun bu oylarda tabriklash degani o'zi tabrik nima degani? Baraka so'rash degani. Baraka so'zidan olinganda barakalloh deb aytamiz birortasiga. Barakalloh deganimiz sizga baraka bersin. Tabrik ham baraka so'zidan olingan. Tabriklamoq, ya'ni baraka so'ramoq. Allohdan so'rayapmiz. Alloh mana shu yilimizni barakali qilsin deb. Rasulimiz alayhissalomning davrlarida bunday hisob yo'q edi. Hazrat Umar roziyallohu anhu davrlaridan boshlandi.